Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bugundan boshlab biz sizlar bilan birgalikda Zen platformasi haqida gaplashamiz. Dastlab o'zimni tanishtirsam, mening ismim Olimjon, familiyam Mamajonov. Zen platformasi Yandex kompaniyasi tomonidan yaratilgan bo'lib, dastlab Yandex Zen nomi bilan mashhur bo'lgan. 2022-yilda VKontakte Yandex Zenni sotib oladi va mustaqil sifatida Zen deb nomlaydi va Zen platformasi ishga tushadi. 2022-yilda juda katta o'zgarishlar qiladi. Zenda masalan monetizatsiyasini yoqadi, Zen platformasini. Bunda videoga ham to'laydi, qolgan narsaga, maqolaga ham to'laydi, hamma narsaga to'laydi. Lekin 2025-yildan boshlab, 2025-yil aprel oyidan boshlab video, boshqa narsalarga to'lamaydi. Faqat maqola va postlarga to'laydi. Maqolaga biroz ko'proq, postga kamroq sifatida to'laydi. Men Zen platformasida ishlab ko'rdim o'zim. Zen platformasi qiyin emas, YouTube'ga singari juda ham muammoli emas. Juda oddiy, oson, qiyin ish emas. Hech qanaqangi buni o'rganishingiz uchun turli xil qimmat kurslarga qatnashishingiz ham shart emas. Xudo xolasa, men sizlar bilan birgalikda mana shu YouTube kanalimda o'rgatib boraman, qadamma-qadam. Mana shu Zen haqidagi ma'lumotlarni to'liq qo'llanma qilib ishlab chiqqanman. Tanishtirib o'tib ketaman. 2026-yilgi dolzarb versiya, ya'ni ichida nima bor bular? Kanal yaratish va sozlash, nashr qilish va monetizatsiya qoidalari, nima nashr qilish mumkin, nima mumkin emas. Taqiqlangan mavzular, misollar bilan clickbaitsiz sarlavha qoidalari, murakkab mavzular haqida qanday yozish kerak. Hop, mundarija bor. Mana mundarija bilan tanishtirib o'tib ketaman sizlarni qisqacha. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda keyinchalik mana shu mundarija bo'yicha darsliklarni chiqarishni boshlayman. Mana shu YouTube kanalimda va Telegram kanalimda birgalikda sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Meni Telegram kanalim ham bor, pastda описание bo'limida ham bor, pastga nima clickbait ham qilib qo'yaman. Albatta kiring, bu yerda juda ham qiziqarli ma'lumotlar, mana shu bo'yicha qadamma-qadam o'rgataman inshaalloh Xudo xolasa. Birgalikda o'rganamiz. Yangi kanal ochib, buni nima qilish kerak, Zenni nima qilish kerak, Zenni qanday ochish kerak, mana bu yerda ham mundarajada ham ko'rinib turibdi. Zen nima, kanal yaratish va sozlash, mana kontent formatlari, monetizatsiya, qanday daromad topish, nima nashr qilish mumkin, nima mumkin emas, taqiqlangan mavzular haqida batafsil gaplashamiz, sarlavhalar haqida, nashr kartalari haqida, fojiali kontent qanday yozish kerak, qachon yozish kerak, qanday yozmaslik kerak, shunga o'xshagan va hokazo va hokazo. 2026-yilda Zen nima degan savol qo'yganman o'zimga. Zen bu kontent yaratuvchilar uchun platforma. VKontakte tegishli 2022-yildan shaxsiy tavsiyalar xizmati. Asosiy faktlarga keladigan bo'lsak, kunlik auditoriya taxminan 28 million kishi kuzatadi. Bir kunda tasavvur qilyapsizmi? Bir kunda 28 million kishi. Bu son o'sishi mumkin yanada. 2025-yil aprelidan faqat matnlar, maqolalar va postlarga monetizatsiya qilinadi. Video nashr qilish mumkin, lekin ularga reklama daromadi keltirmaydi. 2025-yil va 2026-yillarda nima o'zgardi? Video monetizatsiyasi o'chirildi. Hop, 2025-yil aprel oyidan boshlab Zen Premium paydo bo'ldi. Mualliflik uchun pullik obuna. Zen donat qo'shildi, o'quvchilardan to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlash. Ya'ni siz maqola yozasiz, agar siz bu maqolangizni sotishingiz ham mumkin. Ya'ni bu maqolani agar pulli qilib qo'ysangiz, faqat pulli obunachilar kiradi xolos, bu yerga o'qiy oladi, boshqa obunachilar o'qiy olmaydi. Bu juda ham katta imkoniyat. Monetizatsiya uchun yangi talablar. 30 kun ichida yangi obunachidan 30 soat ko'rish kerak. Birinchi sharti mana shu monetizatsiyani yoqish uchun sizdan faqat obunachi bo'lish kerak.
eng kamida 10 ta obunachi bo'lishi kerak. Birinchi nimada 10 ta obunachi 5 ta post chiqarishingiz kerak. 5 ta maqola yoki post shunga o'xshagan videomi boshida. Ana shundan keyin sizga rekomendatsiyangiz yonadi. Rekomendatsiyangiz yongandan keyin bu soat yig'ishni boshlaydi. Men hozir bir kanalimdan misol qilib ko'rsataman. Umumiy holatda mana shu ko'rinishda bo'ladi. Zen.ru deb yozasiz saytga. Zen.ru deb yozsangiz chiqib keladi. Mana shu ko'rinishda. Qisqacha sizlar bilan tanishtirib o'tayotganimiz mana bu statiya. Mana bu statiyada mana bu yerda bo'limlar bor, kataloglar bor. Mana. Juda ham ko'p yo'nalishlari bor. Juda ham ko'p. Men bu yerdan рассказ, istoriya, mana shu bo'yda семейный drama va семья. Mana bu yerdagi ikkita yo'nalish bo'yicha ishlayman. Раздельный budjet degan bor. Hop. Brak. Mana shu yerda hozir men ko'rsataman sizlarga. Это у нас семейные, дети, раздельный budjet ham bor edi. Mana bu chiqarib tashlaganman. Ha, семейный shunga o'xshash mana bu yerda hozir рассказ, istoriyani ko'raylik. Mana maqolalar. 16800 marta o'qilibdi mana shu maqola. Bu lenta deydi. Mana shu lenta. Mana shu lentadan odamlar qidirib, kirib ko'radi, siz maqolangizni ko'radi. Bu lentaga chiqarish yo'llari ham bor, sirlari bor, o'zini hammasini o'sha Telegram kanalimda maydalab tushuntiraman. Buni xudo xolasa kelgusi darslarimizda yana juda ham nima qilaman. Juda qiyin emas, bu o'zingiz yozsangiz ham bo'ladi, lekin tekshirishingiz kerak. Bu maqolalar Rossiya Federatsiyasi tomonidan, ya'ni shu kompaniya qonunlariga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi, shuni ham tekshiradi bular. Agar to'g'ri kelmasa, monetizatsiyangizni uzishi mumkin yoki kanalingizni bloklashi mumkin. Oddiygina bir sun'iy intellektda mana shunga o'xshagan рассказ yozdirasiz, ya'ni maqola statiya yozdirasiz va qo'yasiz kanalga. Men hozir o'zim kanalim bor, shu kanalimni ochib ko'rsataman sizga. Mana ko'rib turibsizlar, 124 ta obunachi. Bu 2 haftalik kanal. O'sha pokazlari hozir pasayib qolgan anchagina. 20 ming, 30 ming pokaz yuruvdi. Nimagadir pasayib qoldi. 500-600 ta pokaz, prosmotrlar. Hozir 200-300 ta ko'rilib turibdi. Mana bir soati mana. 2 haftaning ichida 7 soatga yaqin yig'ib qo'ydi. Xudo xolasa inshaalloh yana 2 haftalarda yo'q olamiz buni. Juda qiyin emas. Mana ko'rib turibsiz, soatda yozish boshlagan va hokazo va hokazo. Mana bu yerda qachon nimaga chiqaradi? Mana bu rekomendatsiyangiz yongandan keyin lentaga chiqarish boshlaydi. Lenta Zen mana. Bu yerda подписчиклар orqali kelishi mumkin. Zen poisk orqali yoki Mail.ru orqali yoki poiskoviy sistemalar orqali, sotsial setlar orqali, Telegram, Instagram shunga o'xshagan va hokazo va hokazo. Sizlar bilan birga Xudo xolasa keyingi darsda inshaalloh Xudo xolasa kanal yaratish va sozlash bo'limini ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday qilib kanal yaratiladi, hamma narsasini maydalab sizlar bilan amaliyotda qo'llab ko'rib, yangitdan bitta kanal ochamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.